Markaziy bank onlayn kreditlarni rasmiylashtirishni chekladi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Onlayn kredit rasmiylashtirgandan so'ng xuddi shu JSHR bo'yicha yangi arizalar 24 soat ichida ko'rib chiqilmaydi. Joriy yil 22-apreldan boshlab fuqarolar 1 sutka davomida faqat bitta kredit tashkilotida bitta onlayn kreditni rasmiylashtirishlari mumkin bo'ladi, deyiladi Markaziy bank boshqaruvi qarorida. Hujjatga ko'ra, onlayn kredit mikroqarz olish uchun ariza kelib tushgandan so'ng kredit tashkiloti birinchi navbatda kredit bitimi tuzish taqiqlangan shaxslar reyestridagi foydalanuvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiradi. Agar bitta JSHR bo'yicha bir vaqtning o'zida bir nechta kredit tashkilotlaridan mikroqarz olish uchun arizalar kelib tushsa, kredit byurosi ulardan faqat birinchisini ko'rib chiqadi. Agar birinchi tashkilot mikroqarz berishni rad etsa, byuro ushbu JSHR bo'yicha keyingi arizaga o'tadi. Agar ushbu JSHR bo'yicha kredit ma'qullansa va rasmiylashtirilsa, u bo'yicha boshqa arizalar rad etiladi. Bunda 24 soat davomida ushbu JSHR bo'yicha yangi so'rovlar ko'rib chiqilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.